Fayzobod territoriyasidan uy xohlab yurgan mijozlarimiz diqqatiga egizak kvartiramiz sotuvga chiqyapti azizlar. Opa-singil yoki aka-uka uchun ajoyib taklif. Biri 7-qavatda, biri esa 6-qavatda joylashgan bir xil proyektdagi xonadonlar sotuvga chiqyapti. Ta'mirlanish fasoni ham bir xil. Hozirda ko'rgan qismingiz kattagina zal xonasi, anchagina keng, elita pardalar, ajoyib qandilar hamda u yoqdagi sifatli granatdan to'shab qo'yilgan. Umumiy 75 metr kvadratni tashkil etyapti. 8 qavatlik elitli lifli kirpichli domning 7-qavatda joylashgan hozirgi kvartiramiz. Xo'sh, ikkinchisi esa 6-qavatda joylashgan. Asosiy eshikdan kirib chiqsangiz kengina prixoshkamiz. Prixosh mebellar uchun bemalol joylarimiz mavjud hamda 3-xona sifatida foydalanadigan hovlimizga shunaqangi o'tirib ovqatlanish uchun zona yaratib qo'yganlar va proyekt bo'yicha razdeniy sanazorlarimiz oyoqdan yuqorisigacha sifatli kafe bo'lgan gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q bu xonadonlarimizni. Va xonadonning ikkinchi xonasi spalni qilib bemalol foydalanasiz. Xo'p, 6-qavatdagilarning aytishlari bo'yicha 54900, xo'sh 7-qavatda esa 53900, o'rtaga $1000 razlika qilyapti. Xonadonning kengina oshxonasi, o'tirib ovqatlanish uchun bu yerda ham zonasi mavjud, kattagina joylari. Xo'p, umumiy 75 metr kvadrat. Kimga qiziqib o'tganimiz quyidagi raqamlarimizga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin.